Alo, Assalomu alaykum otajon, yaxshimisiz? Otajon, rosa sog'inib, qachon kelasiz? qizim. Manimcha nomerni xato terding. Alo, shuna hozir men Otajon, siz qanchalik siqilganim man adashishim mumkin emas. Bu sizning nomeringizga oyim berdi. Otajon, man ko'rgan kilometrlar telefondan bo'lsa, qo'llarimdan o'pib erkalab qo'ying. qizalog'im, qo'lchalaringdan, yuzlaringdan o'pib qolaman. Men ham seni juda ham sog'indim. Seni yaxshi ko'raman qizim. Seni ko'rganim albatta. Rahmat otajon, xursand bo'ldim. Ha qizim, Kechadan beri sizni bezovta qilib qo'ydik. Qizim anchadan beri oqqon kasali bilan kurashadi. Yaqinda otasidan Faryod ayrilib qoldi. shu xabar qizimga yetolmadik. Oxirgi paytlarda qizim darddan qiynalganda Adasi yonida dalda bo'lardi. qizim qiynalayotganini ko'rib telefonda xohlagan raqamimni terib shu sanadiyni yangi nomeri deb Beruvdim. qizim sizni tinchingizni buzib qo'ygan bo'lsa uzr. yo'q, xijolat bo'lmang. Qizingiz o'zi yaxshimi? U ketdi. Meni yolg'iz tashlab adasini yoniga ketdi. Hovli chetida ona yig'laydi, ezib bag'ri dilim alam tug'laydi. Bir safda turarlar do'stu akalar, qo'llarida uyg'onmas bola uxlaydi.